Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, avtosalon podpisчиклari. Bugun xudo xolasa 13 mart 2026-yil sizlarga reklama qo'yib beradigan mashinamiz aksiya bahoda boshlang'ich to'lovini 5 million so'm bilan hamma xarajat ichida deb Gentra avtomat korobka mashinani qo'yganmiz. Shuni tanishtirib beramiz to'liq. Mashina 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'rib yine qop-qora rangda eng full pozitsiyasi, ya'ni diski, ABS, lyuk, hamma narsalari bor mashinamizda. Kuzov qismi polirovka keramika bo'lgan. Ko'rib turganlaringizni jog'ol bilan tutdi va hech yerda rasxot yo'q. Qilingan ishlarni aytib o'tamiz, qaranglar. 4 dona yumshoq balon toza ustunubga qilingan, o'zini zavodskoy diskalarini, orqa oynalari panirovka bo'lgan, o'zi usiz ham style variantlar go'ydirilib keladi. Bilsangizlar, üstüne dabab ketib aytganlar. Keyin ila görürseniz mümkün ve Magigar pult 906 mı bu 907 mi 3. pultlar ham qo'yilgan. Sostensiz zo'r mashinamizni görüp turganlaringiz yine. Hozir men ochib ko'rsatamiz. 4 balon paket, toza, lyuk bor. Bakoyum nidon knopkasi bor. Salonlar akkuratni chotki teyna, yemni polik taşılan qimmatından. Mashina 48 ming yurgan. Zavodskoyning rulunda pultlari, rullari o'ralgan. Maydafollari, palagres sidinalari bor, salonlar ham akkuratni top-toza turibdi. Hech yerda xullas mashinada rasxoti yo'q. Arkalarni ham ko'rsatamiz. 2023, ya'ni eng oxirgi ishlab chiqarilgan variantlarni o'z bilasizlar. 23 dan keyin chiqmadi, 23 dan keyin chiqqan 24larni ham shu 23 texpasport etib berganlar. Bu ham shu eng oxirgi pokoleniyasidan. ABS bor, motorlar ochilmagan. Metallar ham shu 2024 da qo'yilgan toza. Xo'sh, mashinamizni boshlang'ichda 5 million bersangizlar, notariusga hamma xarajatlari shuning ichida bitadi. Oylik to'lovlardan keladigan bo'lsak, 5 million 700 ming so'mdan 5 yil muddati. Avtokredit masalasini keladigan bo'lsak, faqatgina Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi ayrim tumanlaridan yangi klientlarimizdan chiqarib bersak bo'ladi avtokreditda. Boshqa viloyatlara zaposkalar tushmayapti. Boshqa viloyatlarga keladigan bo'lsak, fakat naqd pul asosida savdo qilib asoslab bo'ladi. O'zi mashina tan narxiga keladigan bo'lsak, 162 million so'mdan kelib beriladi. Xalosada gendayiniz, xalosada oformlanib asoslab bo'ladi. Kvartira xizmatlari, kredit xizmatlari, xulosangiz imorat ma'qul keladigan bo'lsa, avtosalonga kelasiz. Manzilimiz yana Urganch Gullar yo'lida turibmiz. Bu yonimiz Gullardan kelaversa Sputnik svetoforini o'tgandan keyin chap qo'lda. Bu yon tarafimiz Urganch shahardan kelsangizlar, ruhiy kasalliklar shifoxonasi svetoforindan 200 metrdan o'tasizlar, o'ng qo'llaringizga avtosel salonimiz joylashgan. Va boshqa har xil turdagi mashinalarimiz bor. Bemalol kelib, qaysi turdagi mashinangiz ma'qul keladigan bo'lsa, xarid etib olaverasizlar. Videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin.